Bemorimiz 38-yil kelganlarida o'ng ko'z ichki bosimi 46 edi. Shikoyatlari ko'zda kuchli og'riqga, bu ko'z ancha yildan beri glaukoma kasalligi bilan kasallangan. Dori tomizsa ham ko'z ichki bosimi tushmayotgandi va juda ham kuchli og'riq bor edi. Glaukomada og'riq bo'lgan paytda bosh bilan birga qo'shib og'riq beradi, ko'z yoshlanadi, juda ham qiynaladi bemor. Bemorimizga lazerniy siklofotokoagulyatsiya amaliyotini o'tkazdik. Lazerdan keyin ertasi kuni ko'z ichki bosimi 25 ga tushdi. Bugun mana bir hafta bo'ldi, bir haftalik ko'rikka keldilar. Bugun ko'z ichki bosimi 15 ga teng. Ertasi kuni bemorning aytishi bo'yicha o'sha og'riqlar qolgan. Hozir og'riqlardan qutulganlarga juda ham xursandlar. Dorilarni o'z vaqtida tomizyaptilar. Agar sizda ham ko'zda og'riqlar yoki biron boshqa muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, vaqtni o'tkazmaslik kerak. Og'riq o'zidan o'zi bo'lmaydi. Og'riq bu ogohlantiruvchi belgi. Organizmni sizga berayotgan eng birinchi ogohlantiruvchi belgisi. Bunga e'tibor bermaslik mumkin emas.